7. qism. Bo'ldi, og'zingizni yuming. Bu yerga sizni qandaqdir men vaziyatda tarbiya qilsin deb chaqirmadi. Siz ishning tafsilotini uqmaysiz. U odamni dadam deyishdimi seskanman. U mening dadam bo'lishga munosib emas. Helimi uning kasabtidan dadam bu yurtni tashlab musafir bo'lib chiqib ketdi. Apam bo'lsa dard alam tatib yurak kesili bilan tugab ketdi. O'ylab berma. Bu ishning sababchisi zodi kimga? Amdilikda bo'ladigan ish bo'lib qolganda, men sening dadam deb xayrixohlik qilib, beshimni silab chiqsa, sizlar uni saxovatchi, ko'yimchan dada deb o'ylaysizlar. Lekin men unda qaramayman. U nayt rasul, uchiga chiqqan shaxsiyatchi odam. U mening o'z qiz ekanligimni bir nechtalarning oldida e'tirof qilgan bilan shirkatdagilarning oldida, bu shahardagilarning oldida jakorlab e'tirof qilib baxtimi? Ya, u hargiz unda qilmaydi. Chunki unda qilsa, boshqalarning la'natiga uchrab, ahamiyatga qilishdi. Yüz obro'yining tushib ketishidan ansiraydi. Amaliyotda ishqinlar qonunliq to'y qilgan bilan haqiqiy er-xotin emas. Aslida intizor yaxshi qiz. Uning bunday so'rinchiray, hakavr bo'lib kelishining sababi yanada dadasi. Chunki har qanday bola cho'larning bunday xatoligini qabul qilolmaydi. Bo'ldi qiling Saniya. Sizni bu dunyoga to'rilishiga sababchi bo'lgan odamdan nafratlansangiz, bu odillik bo'lamdi. Uningmi qisildigan yerlari bordi. Cho'nglarning xatoligi cho'nglar bilan kessin. Yanılı sizning tomiringizda iqvatqini, mardan liderning qini. To'g'ri deysiz ya. Undaq demang, har qanday ishqa bir sabab kerak. U nima degan bilan sizning dadingiz. Uni bundaq haqoratlasangiz qandoq bo'ladi? Balkim u sizdan o'ta azoblanayotgan bo'lishi mumkin. Siz-ku dadingizni uningdan elyapsiz. Undaqda u azoblarni kimga aytib, dadini kimdan oladi? Siz uni shaxsiyatchi deysiz. Acaba siz shaxsiyatchi emasmi? Masalan, siz har amallar bilan ularni vayron qilib, aloqat girdobiga qistab qo'ying. Shunda qilganda siz puxadan chiqsiz. Lekin vijdoningiz azoblanmasmi? Agar uningda vijdon bo'lmagan bo'lsa, sizni e'tirof qilib, qanot ostiga olmaydi. Har qitim uning siz bilan ko'rishgan chog'dagi qiyofatiga diqqat qildingizmi? U har qitim sizni ko'rganda azoblanadi. O'zini sizga yuz kelmayman deb o'ylaydi. U siz e'tirof qilgandan boshlab har qachon sizning har qanday talabingizni rad qilmay keldi. Hozir sizning uningdan boshqa hech qanday yo'linadigan odamingiz yo'q. Asli siz bu manqa yo'ldan qaytib, dadingizga yaqin turishingiz kerak edi. Men uning rayini sinab bakmoqchi bo'lib, shundoq dedim. Manqa yo'lingizdan qayting davatamsiz. Siz meni yomon yo'lda mengvatdi demoqchimi? Xato o'ylab qapsiz. Bir odamning taqi turqi, kiyinishi uning qaysi yo'lda manqaligini isbotlab bermaydi. Hayotdan siz Tursunay bilan ishkanlarning hiyliqi ko'rinishini qanday qo'lga tushirganimga bek qiziqqan edingiz-ku deyman. Sizga deb beray. Amaliyotda bu aramgoh mening ilkimda. Buningdan boshqa shaharning satidagi tog'liq rayonda sayohat o'rnim bor. Men u atalmış dadamdan olgan pullarni qalaymaqan bozib chashmasdan o'zimning egiligini tiklash uchun ishlatdim. Meni tushunmaganlar qor yo'lda mengvatdi deb o'ylaydi. Lekin men azaldan qonunsiz ish qilib baxmadim. Atrofimga jamiyatdagi chiqish yo'li topolmay tantirab yurganlarni to'plab, bizning jamiyatdagi bir kishilik o'rnini to'litdi. Albatta boshqalarning meni yomon yo'lda mangdi deginiga parvo qilib ketmayman. Chunki mening odamlarim men uchun o'tqimi kelishga tayyor. Men bu odamga o'zimning qandoqligini ko'rsatib qo'yman. Bo'ldi Ziya. Sizni bu yerga qandoqdir dard to'kib tasalli izlashga kelmadim. Faqat sizdan shuni so'ramoqchi. Menga ergishamsiz yoki ashula bilan birga mangamsiz? Dedi u chiroyimga qarab qat'iylik bilan.
Мен uning gaplariga ishonish yoki ishonmaslikni bilolmadim. Qaraganda Mardan lider bilan Soniyaning opasining o'ttirisida bir murakkab munosabat paydo qiladi. Acaba Mardan lider eri bor ayol bilan oshna o'ynab balliq bo'lganmidi? Soniyaning dadasi uning o'z bolasi emasligini bilib, bu shaharni tashlab chiqib ketganmidi? U hozir hayotmidi yoki? Men shu xiyollarni o'ylab, Mardan liderning yana bir tarafini ko'rgandek bo'ldim. İntizorningmi kunda g'amkin yurishining bir sababi bo'lsa kerak. Soniya aytgandek, uning mushundoq turgun, akavur mijozlik bo'lib qolishining sababi cho'qim oilasi bilan munosabatlik. Men hozir biroqli ulardan yuz o'rib, Soniyaning qo'yniga o'zimni assam bo'lmaydi. Nima degan bilan intizorni yaxshi ko'rma emasmi? Qandaq o'ylanib bo'ldingizmi? Sizga dedim-ku, ularga agashsangiz hamon bir kuni pushaymon qilasiz. Dedi u mening gap qilmay turganligimni ishqilyapti deb o'ylab. Bu to'g'riliq, men sizga hozir aniq javob berolmayman. U ishlar sizlarning o'tiranglardagi ish. Mening aloqam yo'q. Mening azaldan hech nimam bo'lib boqmagan. Qarindoshlik mehrining qandoq bo'lganligini uqmayman. Lekin menda haqiqiy sap yurak bor. Gerçi intizor meni yaxshi ko'rsin yoki ko'msin, uning bilan karim yo'q. Chunki u men tunji qitim ko'ngil bergan qiz. Men har qanday vaqtda u tarafda turman. Mayli siz bu sin ko'rinishini oshkorlang. Men uningga bo'lgan ishlarni tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Albatta u bir aql egisi. Bunchalik ishlarni tushunguchiligi bor. Mardan liderning ishiga kelsak, uning uli mustahkam. Bunchalik pishni ig'volarga uning mo'yi tavrab qolmaydi. Sizdingmi buguningiz o'sha Mardan lider orqali barliq kelgan. Ko'nlarning bishoni kim silsa, g'amguzoring shu degan gapi bor. Mening sizlarning ishinglar bilan karim yo'q. Lekin intizor mening ayolim. Uningga ziyonkashlik qilishingizga yo'l qo'ymayman. Bo'ldi, xo'sh. Soniyaxon qiz, ikkimizning suhbati mushunchalik bo'lsin. Kilaqitim sizni yaxshi kayfiyatda ko'rishni orzu qilaman. Men shundoq debla o'rnimdan qopib mingishga tamshaldim. Qo'sqim ichib turgan bo'lsa-mu, oldimdagi xo'rimlarga qarab qo'ymagan edim. To'xtang yezna, aldirma. Men boshqalardan egilgan ahvolga qaraganda sizni nayti eg'ir besib, kam so'z degan edik. Lekin buning aksicha, men bugun boshqacha bir odamni ko'ryapman. Bo'ladi, sizni avar qilmay. Lekin u odam qilganlarga badal to'lash kerak. U shundoq deb ko'ziga yosh oldi. Uning yig'lig'ini qarab, yesdashligim qo'zg'alib qoldimi qandoq, keynimga qaytib kelib o'rnimda o'tirdim. Chunki men azaldan bir qiz bolaning ko'zidan yosh oqizishni xohlamaydim. Uning nima sababdan yig'ilganligi menga qorong'u edi. Sizga nima bo'ldi? Nimaga yig'ilganligingizning sababini bilib baqsam bo'lamdi? Dedim men yesdashlik qilib. Mening hozir hissiyotimni sizga qanday tushuntirishni bilmayapman. Balkim sizmi men to'g'riliq anglagan bo'g'idingiz. Chunki men bir qitim boshqalarning ziyonkashligiga uchrab, oyoq osti qilingan. Shu sababli mening kelgusiga bo'lgan ishonchim yo'qolgan edi. Lekin bundaqla o'zimni tashlab bo'lmaganidek. Men ziyonkashlik qilgan shu odamning menga qilganlariga badal to'lab ko'zishim kerakligini o'yladim. Har qitim shu qabahatli kechini o'ylasam, atrofimdagi erkaklarning hammasi durust emasdek ko'rinadi. Lekin siz o'xshamaydi ekansiz. Bo'ldi, siz qaytib keting. Asaldan ko'z yishimni boshqalarga ko'rsatib baqqan emas edi. Bugun sizning oldingizda ojiz keldi. Lekin buninglik bilan irodamdan yenib qolganim yo'q. U gapining oxirisini to'xtatib, ko'z yishini surtgandan keyin meni tamoqqa taklif qildi. Elg'a yezna. Bayatning yoqi o'zimning gapim bilan bo'lib ketib, tamoq yema demoqdaman. Mening qo'sqim ichib tursa-mu,
uning oxirgi gapini anglab ishtihoyim tutilgan edi. Uningga askilik qilgan yiliq noahliga nafratim eshib tashdi. Uning numsiga tekkan ashu odamni bilib turib oshkorlamaganiga ichimda qoyil bo'lmayotdim. Saniya, onsam siz u odamning chiroyini ko'rib ekansiz. Nemishqa qonun orqali o'zingizning g'ururini qo'g'dimidingiz? Dedim, bu ishning tegiga yetmay. Albatta, men shunday qilishni o'ylagan edim. Lekin u shundoq deb gapini to'xtatib, bir yutum choy o'tib olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Shu vaqtlarda shunday o'ylagan. Lekin uningda hech nima bo'lmaydiganligini biladi. Chunki bu ish men bilan ketmagan. Boshqalarni shunday ishga yo'liqib, uning ustidan arz qilgan bo'lsa-mu, uni tavattanmagan. Bilamsiz, sizning hech qanday huquqingiz yoki mol dunyoningiz bo'lmasa, hech kim sizni ko'z bilmaydi. Pulingiz, huquqingiz bo'lsa, sizning xato bo'lsa-mu to'g'ri. Hech nimangiz bo'lmay baqsin, sizning har qancha to'g'ri bo'lsa-mu, shartsiz xato. Mana bu jamiyatimizdagi ba'zi bir odamlarning huquqiga yoki mol dunyosiga tayinib ko'ramlar. Qo'lidan kelganini qilayotganligining namoyandasi. Shuning uchun men texmi kuchlanishim kerak. To'xtang. Saniya, sizning iqtisodingizni taraqqiy qildirib, uningdan o'chilishingiz uchun cho'qim dadingizni vayron qilishingiz kerakmi? Nima uchun uningdan foydalanasiz? Dedim men uning gapini to'xtatib. Bo'ldi Ziya. Helimi siz jiq ishlarni bilib ketdingiz. Bu ishlarni qanchalik oz bilsangiz, o'zingizga foydasi bor. Sizning atrofingizdagi ba'zi odamlar siz o'ylagandek unchalik oliyjanob emas. Vaqti kelib qolsa o'zining manfaati uchun sizni setib etishni yanmaydi. Mayli siz nemalardan, men qilayotgan ishimdan, mangan yo'limdan hargiz qaytmayman. Saniya shu gapni qilayotgan vaqtida ko'zidan qat'iylik chiqib turadi. Bayatın yoqi uning bilan paranglish jarayonida intizor bir necha qitim menga telefon qilgan bo'lsa-mu, telefonni olmasdan bisvetgan edim. Endi bo'lsa, Saniya bilan qo'shilishib, aramgohdan chiqishimga uningdan telefon keldi. Va telefonni ilishimga xuddi avtomatdan o'q etilgandek so'zlab ketdi. Nalarda yurisiz? Atiga men sizga nima dedim? Xiyolingizda men degan er kishi mening deganim hisob bo'ladi demoqchimi? Xiyolingizni ham chaqlamang. Oqshomgi hisobni sizdan olmadim texi. Qaytib keling. Fuqalarning uyiga chaqiribdi, bormasak bo'lmaydi. Ular bizni saqlab qoldi. Sizlarning tuqqanlarni men tonimasam, bo'ldilar. Men bormay o'zingiz berib keling, dedim men telefonni qo'yib o'tishga oldirib. Nima? Texi tunigili to'y qilib, bugun fuqalarning uyiga yolg'iz boramdi. O chaqda ular qanday qo'ylab qoladi. Garchi ikkimiz yolg'on er-xotin bo'lgan bo'lsak-mu, boshqalarning oldida chandurib qo'ymasligimiz kerak. Ortiq gap qilmay tez keling. Dedi u achchiqlagandek. Demismi, mening odamjiq so'rinlar bilan toza xo'shim yo'q edi. Voy, yolg'on er-xotin bo'lsak-mu, ikkimizning er-xotinligi esingizda bor ekan-a? Oqshom tasodifilikdan hujraga kirib qolganimga tasli qoldingiz bir nimalarni qilayotgili. Endi siz bilan birga tuqqanlaringizning uyiga borsam, ashularning oldida kichik balni silkigandek silkib yursangiz, bo'ldilar. Uningdan bormaganim yaxshi, dedim men uni qasdan jili qilmoq bo'lib. Meni bosh jili qiling, Ziya. Hilimi oqshom jili qilganlaringiz yeta, tez qaytib keling. Bo'ladi jinim xotin, borsam boray. Lekin buning uchun men qanday javob qaytarsiz? Hattongizdan oshmang Ziya. Men sizni qaytib keling da'vatdiman. Men uning ochchig'i kelgan siri texmi jili qilishga boshladim. Undaq bo'lsa, men achchiqlanmasdan, jinim erim, tez qaytib keling deb nozliq gap qiling. Qanday qilamsiz? Hullik chek, uxlab tushing. Men sizga tez keling da'vatdiman. Agar gapimga ko'nmasangiz, atil sizning xitimni ilib shirkatni qo'g'landi qilaman. O chaqda sahroyingizga qaytib, eshak boqasiz.